alaykum aziz kitobxonlar. Bugun sizlarni Toshkent tumani axborot kutubxona markazi bilan tanishtirib o'taman. Bizning kutubxonamiz Toshkent tumani markazidagi Madaniyat saroyida 1 va 2 qavatlarida joylashgan. Ushbu xonada abonement va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish bo'limi joylashgan. Hozir men sizlarni ushbu bo'lim bilan tanishtirib o'taman. Ushbu xonada abonement va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish bo'limining o'quv zali joylashgan. O'quv zalimizda 35 mingdan ortiq adabiyotlarimiz mavjud. Bulardan badiiy adabiyotlar, siyosiy adabiyotlar, psixologik kitoblar, turli sohaga oid adabiyotlar, bolalar adabiyoti hamda gazeta va jurnallarimiz ham mavjud. Hattoki ko'zi ojiz kitobxonlarimiz uchun ham braille alifbosidagi adabiyotlarimiz ham joy olgan. O'quv zalida kichik kompyuter zali tashkil etilgan bo'lib, ushbu kompyuterlarda elektron kitoblar bazasi yaratilgan hamda kompyuterlarimizning barchasi internet tarmog'iga ulangan. Kitobxonlarimiz kelib, ushbu kompyuterlardan bemalol foydalanishlari mumkin. Aholi vakillariga qulayliklar yaratish maqsadida chekka hududlarda ko'chma kutubxonalar ham tashkil etilgan. Xususan, E'zoz mahallasi Nuroniylar maskanida tashkil etilgan ushbu kutubxonamiz. Ushbu kutubxonada 2,5 mingdan ortiq fond joylashtirilgan hamda alohida mutaxassisimiz aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ko'chma kutubxonalarimizdan yana biri Qorasaroy mahallasi Gulzor madaniyat markazida joylashgan. Ushbu kutubxonada 3 mingdan ortiq fond joylashtirilgan hamda alohida mutaxassisimiz aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ushbu xonada axborot, kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish xizmati bo'limi joylashgan bo'lib, bu yerda mutaxassislarimiz Unikat dasturida kitoblarni yaratishadi, nusxalashadi hamda skaner qilib aholiga onlayn tarzda ijtimoiy tarmoqlarda xizmat ko'rsatib borishadi. Ushbu xonada axborot bibliografiya bo'limi joylashgan bo'lib, bu yerda milliylik urf turadi. Alohida o'lkashunoslik burchagi tashkil etilgan bo'lib, aholi uchun yo'l ko'rsatkichlar tayyorlab boriladi. Undan tashqari tumanimizdagi taniqli shaxslar faoliyatiga oid uslubiy qo'llanmalar tayyorlanadi hamda aholiga taqdim etiladi.